Bolangiz ertalabdan bog'chaga bormayman deb injiqlik qilib yig'layaptimi yoki telefondan ko'z uzmayaptimi? Bu oddiy injiqlik emas, balki nevroz alomatlari bo'lishi mumkin. Nevroz bu asab tizimi charchaganligi yoki stressdan kelib chiqadigan nevrologik holat hisoblanadi. Bunda bola doimiy xavotirda bo'ladi va o'zini himoya qilish maqsadida odatda telefon, ota-ona yoki yig'i orqali o'zini tinchlantiradi. Nevrozga chalingan bolalar odatda ertalablari bog'chaga borishni rad etadi. Sababsiz yig'lash, tez ranjish holatlari kuzatiladi. Telefon yoki multfilmlarga yopishib qolgan bo'ladi. Bosh yoki qorin og'riqlariga shikoyat qilish bilan birgalikda tungi uyquda bezovtalik ham kuzatiladi. Bunday bolalarga uy sharoitida qanday yordam berishingiz mumkin? Odatda kun tartibi, to'g'ri ovqatlanish, toza havoda sayr qilish, ota-ona bilan ko'proq iliq munosabatda bo'lish, bunday bolalarni qattiq urishish ularga aksincha teskari ta'sir qilishi mumkin. Agar yuqorida aytgan belgilarim uzoq muddat kuzatiladigan bo'lsa, unda albatta nevropatolog qabuliga olib borishingiz kerak bo'ladi. Sizni farzandingizda yuqorida sanab o'tgan belgilardan qaysi biri kuzatiladi? Kommentariyada yozib keting va obuna bo'lishni unutmang.